Assalomu alaykum hammaga. O'zimizning o'zimiz kanalda video darsligimiz, ya'ni releni o'rganamiz. Kimlar uchundir bu oddiy narsa, kimlar uchundir bu juda sложный sistema. Lishna menga bu narsa juda qiyinchilik tug'dirgan. Paytida 2 kun 3 kunlab ham o'rgana olmaganman. Oxiri o'rganishga oson yo'lini topib olganman. Ya'ni qanaqa? Любой turdagi releni olasiz, bitta kerak emas va bitta kerakligini ichini ochib ko'rib, uni sistemasini, ya'ni taktikasini o'rganasiz. Aslında releylarda ishi bir xil, faqat har xil oyoqlarda chiqadi. Ya'ni oddiy va sodda tushuntirish. Oddiy reley mana bu holatda bo'ladi. Bu holatimizda qaranglar, nima qilamiz? Releyni o'zini olamiz. Bu hozir eng ommabop releylardan mana shu bo'ladi. Eng topoviy reley mana shu bo'ladi. Xo'p, releyni ishlash prinsipini oddiy qog'ozda chizma ravishda ko'rsatadigan bo'lsak, bu yoppasiga tushuntirish bo'ladi. Ya'ni sizlarga sistema bo'yicha tushuntirmayman, unaqa sistema yo'nalishi bo'ladi. Bu bo'yicha tushuntirmayman. Xo'p, mana bu yo'nalishga keladigan bo'lsak, bu reley o'chuv holatida mana общий chiqishi, ya'ni deb olamiz, chiqishi deb olamiz va mana bu yerda kirishi ikkita bo'ladi. Xo'p, hozir tushuntirganda bu hozir qanaqadir tushunarli yoki tushunarsiz tuyulishi mumkin. Hozir oddiy va sodda yo'nalishini tushuntiraman. Har doim mana shu releyda qo'shish bo'ladi, katushka kirgan bo'ladi, ya'ni bu yoqqa plyus, bu yoqqa minus yoki nabarotiga bersanglar ham, misol uchun qanaqasiga bersanglar ham mana shu qo'shadi. Faqat bir tarafda plyus, bir tarafda minus bo'lishi kerak, yo'nalishni o'zgartiradi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Komanda, ya'ni to'p berilmagan paytda yo'nalish mana bundan chiqib turadi. Ya'ni mana bunga nima bersanglar, mana bundan shu chiqadi. Minus berasizlar, plyus berasizlar, farqi yo'q, shu yerdan shu chiqishi bo'ladi. Mana bu yoqqa to'p bersanglar, plus minus yoki minus plus farqi yo'q. Bu narsa yo'nalishini bu yoqqa o'zgartiradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni avval o'chib turganda bu yerda yo'nalish, bu yerdan kirib, bu yerdan chiqyotdi. Endi hozir esa nabarot. Bu yerdan kirib, qo'shgandan keyin endi bu yerdan bundoq chiqyapti. Biroqlar bu yo'nalish o'zgaradi. Xo'p, endi nima demoqchiman? Misol uchun aytaylik, siz signal qo'yyapsiz. Signal qanaqa ulanadi? Misol uchun mana ham signal deylik. Letmi, signalmi, minusi primoy ulanadi buni. Bu yoqda plus. O'ziga qo'yganingizda, rulni bosganingizda slabiy to'p kelib qoldi deylik. Ya'ni signal zo'r ishlab bermayapti. Shuning uchun bitta relay qo'yiladi. Xo'p, mashinadan kelayotgan simi, ya'ni ruldan chiqayotgan sim bu yoqqa ulanadi. O'rtadagi simini tepaga ulanadi. Va biz mana bu yerda minus qo'yamiz. Va mana oyog'i mana bunisi emas, bunisi kerak emas bizga. Chunki qo'shganda, ya'ni signaldan plus keladi, qo'shganida ishlash kerak bo'ladi. Mana bunga постоянный plus ulab qo'yamiz. Tushuntira oldimmi? O'shanda hozir o'chib turgani bizda yo'nalish pustoy. Signalga komanda berganida bu yoqqa mana plusga berganda bu yoqqa bundoq o'tadi va akkumulyatordan olgan primoy plusimizni to'g'ridan to'g'ri signalga jo'natiradi. Xo'p, yana keyingi masalada Cobalt faralar deylik. Cobalt faraga led qo'ydik. H4. Deylik mana. Bilasizlar o'chib qoladi. O'chib qolganida nima qilinadi? Misol uchun minus primoy, plus keladi, mashinadan kelgan sim kesiladi va relay qo'yiladi. Xo'p. Led pluslarni bitta qilib olasizlar. Olib kelib relayni o'rta oyog'iga o'laysizlar. Mashinadan kelayotgan simni olib, releyni ham oyoqqa o'laysizlar. Farqi yo'q, bu yoqqa farqi yo'q. Mana shu yoqqa o'laysizlar. Bu yoq tarafini постоянный minus qilib qo'yamiz. Bu yoq tarafini постоянный plusga. Shunda qaranglar, qo'yganimizda bizda mashinada zizz qilib qoladi, bilasizlar. Nimaga zillab qoladi? Ya'ni reley zillagan ovoz chiqadi. Kimda holat shunaqa bo'lgan bo'lsa, e'tibor etasizlar. Menda bo'lgan deysizlar akalar. Men xursand bo'laman. Xo'p, zillab qolganida bu holat qanaqa bo'ladi? Ya'ni releyga biza to'plamda holatni berishimiz kerak. To'g'rimi? Mana 1-0-1-0, 1-0, 1-0, 1-0 deylik. Bu 1 yonganda, 0 o'chganda. Bu oddiy tushuntirish. Cobaltda qanaqa keladi? Plus bu holatda kelmaydi. Plus suzma ravishda anaqada holatda keladi. Ya'ni to'lqin bo'lib keladi. Shuni hisobida nima qo'yiladi? Reley kuchi yetmaydi. Ya'ni ushab qolishga, chunki mana bu katushka o'zi как zamыкание ishlaydi. Zamыкание hisobiga ishlaydi. Bu ulanganda 1-0 kelmaydi deb o'tdi, o'ynaydi to'p. Buning uchun bizga oddiy kondensator kerak bo'ladi. 16 volt 1000 mikrofarad. Bu nima qiladi? Kondensator kelayotgan to'lqin kuchlarini
bir qismni kesib olib, 1 0 ga o'tkazadi. Ko'rasizlar, mana bu holatda. Mana 1 0 1 0 ishqilib dalish ketdi. Kondensator qanaqa qo'yamiz desanglar, kondensator mana bunaqa dumaloq chiziladi, mana bunaqa bo'yab qo'yiladi. Bo'yalgan tarafi minus bo'ladi. Minusini minusga, plyusini plyusga qo'yiladi. Shunda to'lqinib kelayotgan signallar, ya'ni sozlanmagan, ya'ni yo'naltirilmagan deymiz-mi, ishqilib adabiy tilda men bilmayman. Ishqilib impuls bilan kelayotgan tokki stabilniy qilib beradi mashinga. Tokki bu как batareyka. Batareyka hisobida ishlaydi bu narsa, ya'ni stabilniy tok o'tkazishga yordam beradi. Qisqasi akali kondensator Cobaltda kerak bo'ladi. Xo'p, yana nimada ishlaymiz? Misol uchun Cobaltda gitarasida dalniy markaz qilamiz, to'g'rimi? Dalniy markaz qilganimizda sekin markaz qiladi. Nimaga markaz qiladi sekin? U tok berganida, ya'ni 1-0 bo'lsa, mana bu holatda, mana shu holatda deymiz, 0 pastda hammasi, 1 tepada. Xo'p, bu tez markaz qilganimizda, misol uchun oraliq masofa bu yerda nechadir sekund bo'ladi. Cobaltda shunaqangi qilinganki, mana bu narsa taymeri sal uzunroq. Tushunishingiz uchun qanaqa? Mana bu yerda oralig'i misol uchun 1 sekund desa, mana bunisini 3 sekund. Taxminiy bu. Misol tez markaz qilsangiz 1 sekund, har 1 sekundda markaz qilsangiz bu ochib qo'yaveradi. Cobaltda bu narsani ushlab qoladi. Tez markaz qilsangiz ham u kelayotgan signalni oladi va bu 3 sekundgacha ushlab turadi. Bu nimaga naq qilingan? Cobaltda men zavodskoy bilmayman nima sababdan, bu uchun biz relay qo'yamiz. Uning uchun nima qilamiz? Cobalt gitarasini olamiz. Gitarani aniq chizaylik, G yozib qo'yaman. Bu yerdan dalniy markaz qilganida chiqadigan tokki topib olamiz. Farqi yo'q qanaqa mashina, Monzami, любой mashina farqi yo'q. Dalniy markaz qilganingizda qanaqa sim chiqayotganini, ya'ni qanaqa impuls chiqayotganini bilib olasiz. Minus chiqayotganmi, plyus chiqayotganini bilib olasiz. Taxminan tortib keldingiz. Böyle. Ya'ni Cobaltda mana misol uchun plyus chiqyapti deylik. Yo mayli, minus chiqyapti deylik. Mayli, minus kelyapti. Gitaradan minus chiqyapti. Relayga ulab qo'yasiz. Relayga ulanadi, minus kelyapti. Mana bu minus 12 volt yozib qo'yamiz. Hop, o'shanda bizada ikkita narsa pastdan plyusga ulanadi. Ya'ni bu bilan chiqqandagi oqim plus 12 V ga ulab qo'yamiz va bizada mana buni bitta sim chiqadi. Ya'ni dalniyga sim chiqib ketadi. Buni tashqariga sim tortib chiqamizda, dalniyni plyus simi bor. Misol uchun mana bu dalniyni plyus simi deydigan bo'lsak, plyus dalniy, blижний plyus va minus. Shunda mana shu simiga prosta ulab qo'yamiz. Relayning xususiyatini ko'ryapsizlar. Ko'pchilik relayni tok kuchaytirib beradi deyshadi. Yo'q, kelayotgan slabiy impulsni relay qo'shganning hisobiga generatordan chiqayotgan tiniq tokki, sof tokki yo'naltirib beradi. U relay yo'naltiruvchi. Bilib olinglar shuni. Sekretga ham ulasanglar bo'ladi. Misol uchun yana nima narsaga? Misol uchun mikrofon o'chish sekretkasi bor, mashinani qulflaganda bagaj o'chish kerak. Shunaqa sistemalar bor. Xo'p, uning uchun mana o'zi yana bilib oldinglar. Hop, ko'pchilik men sonlar bilan aytadi. Men to'g'ri sonlar bilan umuman ishlamayman. Men relayni olaman, sxemasini qarayman. Ya'ni qanaqa sxematika mana bu yerda o'zi yozgan bo'lish kerak, men kitobida yozgan bo'ladi. Mana bu yerda mana yaxshilab qarasanglar, amperlari, voltlari, necha voltgacha ishlashlari hammasi yozilgan bo'ladi. Siz men bitta relayni olaman, agar menga noaniq bo'lgan relay bo'ladigan bo'lsa, ichini ochib ko'raman, sistemasini chizib olaman. Misol uchun mana shunga o'xshab domamni chizib olaman, mana bu kirishi, mana bu chiqishi, mana bu qo'shishi hammasini yozib olaman. O'shandan keyin buni parametrini bilib olaman. Yo'qida internetga kirib qarayman. Endi ko'pchilikda misol uchun men ham inglizchani tushunmayman. Ko'pchilikda uchraydigan muammo inglizchada yozilgan bo'ladi, qanaqa tushuniladi. Ammo har doim sxemani olib, o'shani ichini o'zim o'rganib chiqaman. Men shu narsaga qiziqaman. Xo'p, endi nima qilamiz? Bu yerda nima desa bo'ladi? Relayni uzish sistemasi, ya'ni stroboskoplarni hozir ko'pchilik yaxshi ko'radi. O'sha stroboskoplarni qanaqa uziladi? Hozir ko'rsataman sizlarga. Tak. Stroboskop ulanayotganda relayni bizaga ikkita, 3ta, 4ta. Xo'p, 4 tali relay bilan ishlasak bo'ladi akalar. Buning uchun nima qilamiz? Relay olamiz, ikkita. Bu ikkita nima bo'ldi? O'ng taraf, chap taraf ishlaydigan bo'ldi. Ikkita relay olamiz. Men misol uchun bitta LED bo'lsa, bitta LED bo'ldi. Minuslari primoy bo'ladi. Men minuslarni qilib qo'yaman. Pluslarni relayning o'rtasiga ulanadi. Mana. Ya'ni pluslari mana relayning o'rtasiga ulanadi va bizda mana joyini, mana chiqishiga yo'naltiriladigan joy bor-ku, pastdan plusga ulanadi. Mana.
Plus yozib qo'yaman. Mana bu joyi родной simiga ulanadi. Ближнийni родной simiga, дальнийni родной simiga ulanadi. Ya'ni shunda дальний kelgani mana bundoq ishlayveradi. Bundoq ishlayveradi. Rostdan tok прямой o'tadi. Shuni ham kelov minus yokida plus farqi yo'q. Mana shu knopkalardan chiqib ketayotgan sim. Yozib qo'yaman. O'shani relay bu yoqqa o'tkazadi, plus o'ynaydigan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Relayning yo'nalishlari juda ko'p. Bu stroboskopni qo'yish uchun yana ikkita relay, bitta sxema qo'shiladi. Buning uchun men keyingi videolarda aktivga qarab qo'yaman u narsani ham, ya'ni polniy sistemalarni ulashni ko'rsataman. Hozirgi eng oddiy tarzda tushuntirishga harakat qildim. Oddiy mana shu ikkita relay bilan akalar ancha-muncha ish qilib borsa bo'ladi. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Shuncha narsa mana shu videoning o'zida bo'lyapti. Xo'p, hozirgi paytda sizlar bilan o'rgangan narsamizni relayimizni impuls bilan ishlamasligini to'g'rilashni o'rgandik, ya'ni 1.0 ga o'zgartirishni o'rgandik. Bu основной Monzada inamarkalarda shunaqa bo'ladi. Misol uchun to'lqin bilan keladi anaqa. Bu yerdan konditsator 1.0 olib chiqib beradi. 1.0 qanaqa topiladi? Konditsator bir tekstda qilib bersa, mana shu oralig'i 1.0 bo'ladi. Mana shu narsa 1.0 bo'ladi. Cobalt'da shu passiyan plus mana shu holatda keladi. Kia K5 da orqa faralida yokida Tracker 2 orqa farali, oldi farali qo'yilganida bir xillarda dizillab qoladi. Shuni bitta konditsatori bilan to'g'rilanadi. Konditsatori ham nominal bor, uni keyingi videolarda aytib o'tamiz. O'zimizning Gentra'da yoki Matiz'larda yoki oddiy mashinalarda, Shimovilarda ularda 1.0 mana shu holatda keladi. Misol uchun tekis ishlaydi, bu mana shu holatda ishlaydi. Akalar, sasi relay bo'yicha yana qiziqarli ma'lumotlar qilamiz. Keyingi video nima haqida bo'lsa aytsanglar, xudo xolisa o'shani ham tushuntirishga harakat qilamiz. Mana hozir sizlar bilan mana shuncha narsa prosta takka ketayotgan narsalar, mana hozir sizlar mana shu video davomida mana shu 20-10 minut ichida o'rganib olgan narsalar uchun mana 10 yildan oshiq umrim ketgan shu narsaga. Chunki 5 yil relayni o'zim o'rgana olmaganman, 5 yil rosa qiynalganman. Chunki u paytda hech qanaqa elektronika bo'lmasdi, kitoblar bo'lar, Sovet davridan qolgan, ularda mana bunaqa nano texnologiyali kichkina relaylar bo'lmagan, u yerda hammasi katta tumblyorli narsalar bo'lardi, ishqilib dinozavrlar payti. Hozirgi kunga kelib hamma narsa nano bo'lib ketyapti. Даже mana diodni ko'rsanglar, juda kichkina diod, kichkinagina diodcha mana shu narsa. Mana shu narsalar bilan o'zi bilan ancha-muncha ish qilib borsa bo'ladi. Qisqasi akalar, keyingi videoni xudo xolasa talablarga binoan qarab, qanaqa video chiqarishga qarab video tayyorlaymiz. Xo'p, bu foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar yoqqan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman akalar. E'tiboringiz uchun rahmat.